O'zingiz o'qib turasizmi? O'qib turaman. Ba'zida. Istixora namozi Ibn Abbos radhiyallohu anhudan qilingan rivoyat bor. Payg'ambarimiz Qur'onni qanaqa ta'lim bersalar, istixorani shunaqa ta'lim berardilar deganlar. Istixorani falsafiy tomoni qanaqa, ilmiy tomoni qanaqa desa, o'zi nomidan ma'lum. Istixora degani yaxshilik talab qilish degani. Ikkita yo'lda turib qoldingiz, bundan yuraymi, bundan yuraymi? Masalan, qizlar turmushga chiqay, bunga chiqaymi, chiqmaymi? Yoki kimgadir uylanmoqchisiz, uylanaymi, yo'qmi? O'shanda istixora o'qisangiz, agar o'xshab ketsa, shu duoni barakotidan bo'ladi. Demak, yaxshilik bor. Ayon emas. Ayon emas, asli shu. Yo'naltirish. Agar o'xshamay ketsa, shuni barakotidan Alloh taolo uzoqlashtirgan bo'ladi. Endi tushimda ayon bo'lar ekan, menga ko'rinar ekan, bular hammasi tajribaning gaplari. Tajribada kimdir o'tganda shunaqa. Masalan, deylik tush ko'r. Siz istixora qildingiz, 2 rakat namoz o'qidingiz, istixora duosini qildingiz, yotdingiz. Tushingizda ko'rdingizki, shu otni sotib olsam, yaxshilikmi, yomonlikmi bilmayapman. Tushingizda ko'ryapsizki, ot sizni tepib, misol uchun sizga zarar berdi. Buzib yubordi. Keyin ko'ningiz g'ash bo'lib qoldi. Shuni olmay qo'ya qolar dedingiz, istixora shunga yurdi. Tush sababli emas. Istixorada sizga Alloh shuni qadar qildi. Chunki duosida bor. Allohumma in kunta ta'lam anna hadal amr khayrun li fi dini va ma'ashi va aqibati amri faqdurhu li degan duo bor. Ey Allohim, shu narsani agar menga kunimga, ertamga, oxiratimga, dinimga, diyonatimga foydali bo'lsa nasib qilmagin. Agar shu narsalarga foydasiz bo'lsa, uni mendan uzoqlashtir. Meni undan uzoqlashtir degan duo bor. Shu ijobat bo'lsa, o'sha narsani yaxshiligiga nasib qiladi. Endi qarang. Rosa yaxshi ko'ryapsiz bir narsani. Shuni olmoqchi bo'ldingiz, istixora o'qidingiz. Endi u sizga nasib qilmadi. Majnun bo'lib qolmaysiz. Tomingiz ketib qolmaydi. Nimaga? Demak, nimasidir yomonligi bor ekanda deysiz. Men istixora o'qidim-ki deysiz. Alloh nasib qilmadi-ku deysiz. Demak, buni nimadir yomonligi bor ekan deysiz. Bo'ldi. O'zingiz o'qib turasizmi istixora? Istixorasiz kun o'tkazmaslik kerak.